Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda jiddiy. Kvartira, uy-joy, mulk huquqi va yangi tartiblar haqida gaplashamiz. Hozir ko'pchilik orasida kvartiralar tortib olinadi. Yangi qonun chiqdi. Endi uyimdan ayrilib qolamanmi degan vahima tarqalmoqda. Men bugun sizga masalani oddiy, tushunarli va huquqiy jihatdan to'g'ri qilib tushuntirib beraman. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak. Qaysi holatlarda uy-joyga nisbatan da'vo bo'lishi mumkin va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bugun kvartirasi bor odam ham, ipoteka to'layotgan odam ham, ijarada yashayotgan odam ham, uy sotib olishni reja qilayotgan odam ham xato qilsa katta muammoga duch kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim huquqiy mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo bitta narsani aniq aytaman. Qonuniy sotib olingan, hujjatlari toza, kadastri rasmiylashtirilgan kvartirani shunchaki kelib tortib olish mumkin emas. Mulk huquqi qonun bilan himoyalangan. Hech bir tashkilot yoki mansabdor shaxs menga kerak bo'ldi deb sizni uyingizdan chiqarib yubora olmaydi. Bunday ish faqat qonunda belgilangan tartibda asos bo'lsa va ko'p hollarda sud qarori bilan amalga oshiriladi. Lekin hozir e'tibor kuchaygan bir nechta yo'nalish bor. Birinchisi, noqonuniy qurilgan yoki hujjatsiz egallangan uy-joylar. Ikkinchisi, ipoteka yoki kredit garovida turgan kvartiralar bo'yicha qarzlar. Uchinchisi, firibgarlik yo'li bilan rasmiylashtirilgan oldi-sotdi shartnomalari. To'rtinchisi, davlat ehtiyoji uchun yer uchastkalarini olib qo'yish masalalari. Beshinchisi, ijro hujjatlari asosida qarzdorlikni undirish jarayonida mulkka qaratiladigan undiruv. Avvallari ko'p odamlar bir amalab yashab yuraman, hujjat keyin bo'ladi. Nomimga o'tkazmagan bo'lsam ham muammo bo'lmaydi. Ipoteka to'lovini 2-3 oy kechiktirsam hech narsa qilmaydi deb o'ylardi. Hozir esa reyestrlar, kadastr ma'lumotlari, bank tizimi, ijro tizimi, notarial bazalar ancha bog'langan. Ya'ni davlat organlari mulk kimniki, garov bormi? Qarzdorlik bormi? Taqiq qo'yilganmi? Sud nizosi bormi? Buni tezroq ko'ra oladi. Shu sababli avval ko'rinmay yurgan muammolar hozir yuzaga chiqyapti. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi oddiy fuqarolarning uyini tortib olish emas. Maqsad mulk bozorini tartibga solish, noqonuniy qurilishlarni kamaytirish, bank kreditlari va garov majburiyatlarini aniq ishlatish, firibgarliklarni kamaytirish, davlat va fuqaro o'rtasidagi nizolarni hujjat asosida hal qilish. Ammo muammo shundaki, ko'pchilik o'z hujjatlarini tekshirmaydi, shartnomani o'qimaydi, qarzni nazorat qilmaydi. Keyin esa uyimni tortib olishmoqchi deb vahimaga tushadi. Men eng avvalo kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini aytaman. Agar siz kvartirani notarius orqali sotib olgan bo'lsangiz, oldi-sotdi shartnomasi bor bo'lsa, kadastr hujjatlari sizning nomingizga o'tgan bo'lsa, kvartira garovda bo'lmasa, taqiq yoki hibsda bo'lmasa, kommunal va soliq qarzlaringizni nazorat qilib tursangiz, sizda katta xavotirga asos yo'q. Bunday holatda sizning mulkingiz qonun bilan himoyalangan. Masalan, Sardaqa 2020 yilda Toshkent shahridan 2 xonali kvartira sotib oldi. Narxi $5000 bo'lgan. Notariusda shartnoma qildi. Pulni bank orqali o'tkazdi, kadastrni nomiga oldi. Keyin yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mulk huquqini tekshirib qo'ydi. Mana shunday odamning kvartirasini hech kim oddiy bahona bilan tortib olmaydi. Agar uy joylashgan hudud rekonstruksiya qilinsa ham, unga qonuniy kompensatsiya, boshqa uy-joy yoki kelishilgan tartibdagi to'lov masalasi ko'riladi. Ya'ni ertaga kelib chiqarib yuboradi degan gap to'g'ri emas. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi toifa, hujjatsiz yoki chala hujjat bilan yashayotganlar. Masalan, odam ko'p yil oldin kvartirani raspiska bilan sotib olgan. Lekin notariusdan o'tkazmagan, pul bergan, kalit olgan, yashayapti, lekin kadastr hali eski egasining nomida. Bu juda xavfli holat. Chunki qonun oldida mulkdor kadastrda kim ko'rsatilgan bo'lsa, ko'p hollarda o'sha shaxs hisoblanadi. Eski egasi vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqib kelishi mumkin. Eski egasining qarzi bo'lsa, mulkka taqiq tushishi mumkin. Eski egasi firibgar bo'lsa, o'sha kvartirani yana boshqa odamga sotishga urinish ehtimoli ham bor. Real misolni tasavvur qiling. Dilnoza opa 2017 yilda $35000 ga kvartira olgan, lekin notariusga keyin boramiz deb faqat qo'l yozma tilxat qilgan. Kvartira egasi chet elga ketgan. Oradan 6 yil o'tib, o'sha egasining bankdan katta qarzi borligi ma'lum bo'lgan va mulklariga taqiq qo'yilgan. Dilnoza opa aslida pul to'lagan, yashab kelgan, remont qilgan, lekin hujjat uning nomida emas.
Endi u sudga borib pul berganini, kelishuv bo'lganini, yashab kelganini isbotlash kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, asab, xarajat va kafolatlanmagan natija degani. Ikkinchi toifa ipoteka olgan, lekin to'lovlarni muntazam kechiktirayotganlar. Ipoteka kvartirasi siz yashayotgan uy bo'lsa ham, u bank foydasiga garovda turadi. Agar siz oy kechiksangiz, bank darhol uyingizni olib qo'ymaydi. Lekin 3 oy, 6 oy, 1 yil davomida to'lov qilinmasa, bank ogohlantiradi. Restrukturizatsiya taklif qilishi mumkin. Keyin sud yoki boshqa qonuniy tartib orqali garovdagi mulkka undiruv qaratilishi mumkin. Masalan, Jamshid aka 25 yilga ipoteka oldi. Oyiga 4 million so'm to'lashi kerak. Dastlab 2 yil yaxshi to'ladi, keyin daromadi kamaydi. U bankdan yashirindi, telefonlarga javob bermadi, o'zi biror narsa bo'lar deb yurdi. Qarzdorlik kekes oyda 32 million so'mga penyalar bilan yanada ko'proqqa yetdi. Bank ishni sudga oshirdi. Sud qaroridan keyin ijro organlari garovdagi kvartirani realizatsiya qilish masalasini boshlashi mumkin. Bu yerda kvartirani tortib olishdi degan gap aslida ipoteka shartnomasidagi majburiyat bajarilmaganini anglatadi. Shuning uchun ipoteka olayotgan odam shartnomadagi har bir bandni o'qishi shart. 3-toifa. Firibgarlik aralashgan bitimlar. Ba'zan kvartira soxta ishonchnoma orqali sotiladi. Ba'zan egasi aldab imzo qo'ydiriladi. Ba'zan meros masalasi hal bo'lmasdan sotiladi. Siz arzon narxga qiziqib, bozor narxidan 20% past ekan deb tekshirmasdan olsangiz, keyin sudda bitim haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Shunda siz kvartirani qaytarib berishingiz, pulni esa firibgardan talab qilishingizga to'g'ri keladi. Firibgar pulni allaqachon sarflab yuborgan bo'lsa, muammo yanada og'irlashadi. Masalan, $70,000 kvartira $52,000 taklif qilinyapti. Sotuvchi tez pul kerak. Ertaga chet elga ketaman. Bugun zaddatok bering deyapti. Hujjatlarni chuqur tekshirmasdan shartnoma qildingiz. Keyin ma'lum bo'ldiki, kvartiraning asl egasi og'ir kasal bo'lgan. Ishonchnoma berish paytida huquqiy layoqat masalasi bo'yicha nizo bor yoki ishonchnoma qalbakilashtirilgan. Sud bitimni bekor qilishi mumkin. Siz esa halol xaridor bo'lsangiz ham yillar davomida sudma-sud yurishingiz ehtimoli bor. 4-toifa. Ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida yoki umumiy mulk joylarida noqonuniy o'zgartirish qilganlar. Masalan, balkon kengaytirib olish, podvalni egallash, kirish yo'lagini do'konga aylantirish, ko'taruvchi devorni buzish, qo'shimcha xona qurib olish. Bunday ishlar faqat mening kvartiram, nima qilsam o'zim bilaman degan prinsip bilan hal bo'lmaydi. Ko'p qavatli uyda sizning harakatingiz qo'shnilarning xavfsizligiga ta'sir qiladi. Ko'taruvchi konstruksiya buzilsa, butun uyga xavf tug'iladi. Shuning uchun ruxsatsiz rekonstruksiya bo'yicha jarima, buzdirish, avvalgi holatga qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. 5-toifa. Katta qarzdorligi bor va mulkiga nisbatan ijro harakatlari boshlanishi mumkin bo'lganlar. Bu faqat bank qarzi emas. Aliment qarzi, zarar undirish, soliq qarzi, sud qarori bilan belgilangan boshqa qarzlar ham bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham tartib bor. Ijro organi o'zicha kelib kvartirani olib qo'ymaydi. Avval ijro hujjati bo'ladi, qarzdorga muddat beriladi, mulklar aniqlanadi, qonunda belgilangan cheklovlar hisobga olinadi. Ayrim holatlarda yagona turar joy masalasi alohida baholanadi. Garovdagi mulk bo'lsa esa boshqa tartib qo'llanadi. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nuans propiska mulk huquqi degani emas. Ko'p odamlar men shu uyda ro'yxatda turaman, demak uyda ulushim bor deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Doimiy ro'yxatda turish yashash manzilingizni bildiradi, lekin sizni avtomatik mulkdor qilmaydi. Agar kvartira otangiz nomida bo'lsa, siz u yerda ro'yxatda tursangiz ham, ulush hujjatda ko'rsatilmagan bo'lsa, siz mulkdor emassiz. Meros, hadya, oldi sotdi, ulush ajratish kabi huquqiy asoslar bo'lishi kerak. Ikkinchi nuans, nikoh davrida olingan uy-joy. Agar xotin nikoh davrida kvartira sotib olgan bo'lsa, u kimning nomiga rasmiylashtirilganidan qat'iy nazar ko'p hollarda umumiy mulk sifatida ko'riladi. Masalan, kvartira erning nomida, lekin nikoh davrida olingan. Ajrashish payti xotin ulush talab qilishi mumkin. Aksincha holat ham bo'ladi. Shu sababli uy sotib olayotganda sotuvchining oilaviy holatini, turmush o'rtog'ining roziligi kerakmi, yo'qmi, notarial tartibda tekshirish muhim. 3-nuans, merosdagi kvartira. Agar uy egasi vafot etgan bo'lsa, meros to'liq rasmiylashmasdan turib kvartirani sotib olish xavfli. Ba'zan bitta merosxo'r hammasi meniki deb sotmoqchi bo'ladi. Keyin boshqa farzandlar, turmush o'rtog'i yoki ota-onasi da'vo qiladi. Meros masalasida 6 oylik muddat, meros guvohnomasi, ulushlar,
vasiyatnoma bor yo'qligi tekshirilishi kerak. Aks holda siz sotib olgan uy bo'yicha keyin sud nizosi chiqishi mumkin. 4-nuans zadatok va avans farqi. Uy sotib olayotganda odamlar oldindan pul beradi. Lekin bu pul qanday rasmiylashtirilgani juda muhim. Zadatok bo'lsa, tomonlar majburiyatni bajarmaganda oqibatlar boshqacha bo'ladi. Avans bo'lsa, odatda qaytarish masalasi boshqacha ko'riladi. Siz $5000 qo'lga berib, "Aka, ishonamiz" desangiz, keyin isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Pul berilsa, albatta yozma shartnoma, pasport ma'lumotlari, summa, sana, uy manzili. Qaytarish shartlari, guvohlar yoki notarial tasdiq masalasi ko'rilishi kerak. 5-nuans kommunal qarz kvartiraga bog'lanib qolishi mumkin. Qonuniy jihatdan qarz kimning davrida paydo bo'lganiga qaraladi. Lekin amaliyotda yangi egalar eski qarzlar bilan ovora bo'lib qoladi. Masalan, siz kvartira oldingiz, keyin elektrdan tak million, gazdan 5 million, issiqlikdan 3 million qarz chiqdi. Siz bu meniki emas deb isbotlashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun oldi-sotdidan oldin barcha kommunal tashkilotlardan qarzdorlik haqida ma'lumot oling. Hisoblagich ko'rsatkichlarni dalolatnoma bilan yozib qo'ying. 6-nuans uy davlat ehtiyoji uchun olinishi mumkin bo'lgan holatlar. Bu juda ko'p bahsli mavzu. Agar hududda yo'l, metro, ijtimoiy obyekt, davlat loyihasi qurilishi rejalashtirilsa, ayrim uy joylar olib qo'yilishi mumkin. Lekin bunda ham mulkdorga teng qiymatdagi kompensatsiya. Boshqa uy joy yoki kelishuv asosida to'lov masalasi hal qilinishi kerak. Eng muhim qoida: hujjatsiz, noqonuniy qurilgan obyekt bilan hujjatli, kadastri bor mulkning himoyasi bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun uy joy hujjatlarini to'liq va rasmiy holatda saqlash juda muhim. 7-nuans ko'p qavatli uyda umumiy mulk. Zinapoya, tom, podval, lift shaxtasi umumiy yo'lak. Muhandislik tarmoqlari faqat bitta xonadon egasiga tegishli emas. Ba'zi odamlar podvaldan joy olib ombor qilib oladi, tomga qurilma o'rnatadi, yo'lakni temir eshik bilan yopib oladi. Bu qo'shnilar huquqini buzishi mumkin. Tekshiruv kelganda "Men 10 yildan beri ishlataman" degan bahona har doim ham yordam bermaydi. Ruxsat, loyiha, qo'shnilar roziligi va tegishli tashkilotlar xulosasi talab qilinishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: kvartirangiz hujjatlarini tekshiring. Sizda oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki boshqa huquqni belgilovchi hujjat bo'lishi kerak. Kadastr hujjati sizning nomingizga rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar eski hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli kadastr organiga murojaat qilib dublikat olish masalasini ko'ring. Ikkinchi qadam: mulkingizda taqiq, garov yoki hips bor yo'qligini tekshiring. Buni notarius orqali, Davlat xizmatlari markazi orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar kvartira garovda turgan bo'lsa, uni sotish, hadya qilish yoki bo'lish masalasida cheklovlar bo'ladi. Agar taqiq qo'yilgan bo'lsa, sababini bilib, uni olib tashlash uchun kim qo'yganini, qaysi hujjat asosida qo'yilganini aniqlang. 3-qadam: agar kvartirani raspiska bilan olgan bo'lsangiz, zudlik bilan rasmiylashtirish choralarini ko'ring. Sotuvchi tirik va aloqada bo'lsa, notariusga boring. Agar sotuvchi topilmasa, vafot etgan bo'lsa yoki rozi bo'lmasa, advokat bilan maslahat qilib sud orqali huquqni tan olish, bitimni rasmiylashtirish yoki to'langan pulni undirish kabi yo'llarni ko'rib chiqing. Bu ishni cho'zish xavfli, chunki yillar o'tgan sari dalillar yo'qoladi, guvohlar topilmaydi. Hujjatlar eskiradi. 4-qadam: ipoteka yoki kredit bo'yicha muammo bo'lsa, bankdan yashirinmang. Men ko'p odamlarning xatosini ko'rganman. Ular bank qo'ng'irog'iga javob bermaydi, xatlarni olmaydi, sudga bormaydi. Bu eng yomon yo'l. Agar daromadingiz kamaygan bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Restrukturizatsiya so'rang. Muddatni uzaytirish, vaqtinchalik yengillik, to'lov jadvalini o'zgartirish, foiz yoki penya bo'yicha kelishuv imkoniyatlarini so'rang. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlang. 5-qadam: uy sotib olayotganda tekshiruv ro'yxatini tuzing. Sotuvchining pasporti, mulk hujjati, kadastr, taqiq va garov yo'qligi, kommunal qarzlar, soliq qarzi, turmush o'rtog'i roziligi, meros masalasi, ro'yxatda turgan shaxslar, voyaga yetmagan bolalar bor yo'qligi, uyda sudnosi bor yo'qligi albatta tekshirilsin. Agar sotuvchi shoshirsa, bugun pul bering, ertaga kech bo'ladi desa, bu siz uchun ogohlantiruvchi signal. Halol bitim shaffof bo'ladi, hujjat ko'rsatishdan qo'rqmaydi. 6-qadam: har qanday pul harakatini iz qoldirib amalga oshiring. Katta summani qo'lma-qo'l berish xavfli.
bank orqali o'tkazma, notarial shartnoma, tilxat, guvoh, video yoki boshqa qonuniy dalillar bo'lsin. Tilxatda kimdan kimga qancha pul, qaysi kvartira uchun, qaysi sanada, qanday shart bilan berilgani aniq yozilsin. Uy uchun pul oldim degan ikki qator gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 7-qadam, noqonuniy rekonstruksiya qilgan bo'lsangiz, uni yashirmasdan huquqiy holatini aniqlang. Arxitektura, kadastr uy-joy shirkatlari yoki boshqaruv kompaniyasi tegishli hokimlik bo'limlari bilan maslahat qiling. Agar ruxsat olish mumkin bo'lsa, qonuniylashtiring. Agar xavfli o'zgartirish bo'lsa, avvalgi holatga qaytarish arzonroq tushishi mumkin. Chunki ertaga jarima, sud buzdirish xarajatlari va qo'shnilar bilan nizo yanada qimmatga tushadi. 8-qadam, barcha yozishmalarni saqlang. Bankdan kelgan xatlar, hokimlik bildirishnomalari, kadastr javoblari, kommunal qarz ma'lumotlari, sud chaqiruvlari, ijro hujjatlari yo'qolmasin. Ko'p odamlar hujjatni tashlab yuboradi. Keyin menga hech kim aytmadi deydi. Ammo hujjatda sana muddat va shikoyat qilish tartibi ko'rsatilgan bo'ladi. Muddatni o'tkazib yuborsangiz, huquqingizni himoya qilish qiyinlashadi. 9-qadam, agar sizga uyingiz olib qo'yiladi degan ogohlantirish kelgan bo'lsa, vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avval hujjatning haqiqiyligini tekshiring. Kim yuborgan? Qaysi qonun yoki qaror asosida? Sizdan nima talab qilinyapti? Qancha muddat berilgan? Shikoyat qilish tartibi qanday? Keyin advokatga, davlat xizmatlari markaziga, kadastr organiga, bankka yoki ijro organiga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 10-qadam, oilaviy kelishuvlarni ham hujjatlashtiring. Masalan, aka-uka birgalashib kvartira olgan, lekin hujjat bitta odam nomida. Keyin munosabat buziladi va nizo boshlanadi. Yoki ota-ona farzandiga uy olib beradi, lekin kelin-kuyov ajrashganda ulush masalasi chiqadi. Bunday vaziyatlarda oldindan hadya, qarz, ulush, foydalanish tartibi kabi masalalar hujjat bilan belgilansa, kelajakdagi katta janjallar oldi olinadi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Internetdagi vahimali sarlavhalarga aldanmang. Hamma kvartiralar tortib olinadi degan gap huquqiy jihatdan noto'g'ri. To'g'risi shuki, hujjatsiz garovda qarzli noqonuniy qurilgan, firibgarlik bilan olingan yoki sud nizosidagi mulklar bo'yicha xavf bor. Hujjati toza, majburiyatlari bajarilgan, qonuniy mulk esa himoyada bo'ladi. Lekin himoya o'z-o'zidan emas, hujjat, dalil va o'z vaqtida qilingan harakat bilan kuchli bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, kvartirani hech kim shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin hujjatlarda kamchilik, qarz, garov, noqonuniy qurilish yoki firibgarlik izi bo'lsa, jiddiy muammo chiqishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni tekshiring. Kadastrni ko'ring, taqiq va garov bor yo'qligini aniqlang. Ipoteka bo'lsa bank bilan aloqani uzmang. Uy sotib olayotganda esa hech qachon shoshilmang. Agar sizda shunga o'xshash vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Kvartirani qanday olgansiz? Hujjatlaringiz to'liqmi? Ipoteka yoki kadastr bilan muammo bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir uyini, pulini va asabni saqlab qolishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Men esa sizga mulk, kredit, sud, kadastr va qonunlardagi muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib borishda davom etaman.